Barchaga xayrli kun. Mana Bakery'dan men eng yaxshi ko'rgan shirinlik do'konim. Mana shunaqa zo'r shirinliklar. Hozir buni ochib oldim bir amallab. Bundan oldin storiesda qatdan ochishni bilmasdim. Mana men bir joyini ozgincha qani kesib turib ochish kerak ekan. Men xohlagan joyimni ochib yirtdim buni. Shunaqa salon qaroq qizman. Mana shirinliklar asalligini qaranglar. Prosta rosa yaxshi ko'raman borku. Kechadagi ochilish marosimida ham rosa so'rashdi. Shu shirinliklar maqtashayotgan ekan, qani qo'yishadimi deb ayollar rosa so'rashdi. Lekin bilmadim, lekin uncha ahamiyat bermayman. Shirinlik menimcha qo'yildi shekilli. Mana buni asalligini qaranglar. Mana meva nimadirdi nomini men rosa yeydigan bo'lib qoldim-da shuni. Anaqasi bo'ladi, sotadi korzinkalarda, qo'shuvchasi shakari bilan sotadi-da. Rosa yaxshi ko'raman. Voy, asalligini qaranglar. Shuni g'ijimlab yeb qo'ysang, nimani shirinligini qaranglar. Yeyman shuni.